Annyeonghaseyo 여러분. Seulda birba 10 mavzu grammatikalarni ko'rib chiqamiz. Hop, bizda 10 mavzu grammatikalari 4 ta berilgan. Birinchisi vaqt, soatni aytish. Soatni aytamiz. Buto kachi, aso, oso va ilkoeyo. Mana shu 4 ta grammatikani ko'rib chiqamiz ekan. Hop, bizda birinchi ko'rib chiqadiganimiz shigan bo'ladi. Shigan bu vaqt hisoblanadi. Shigan. Koreys tilida soatni aytishni o'rganamiz sizlar bilan. Koreys tilida soatni qanday aytiladi? Soat aytilganda farqi bo'ladi. Ya'ni bizda o'zbek tilimizda soatni aytayotganimizda faqatgina o'zbek bittagina raqamdan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Lekin Koreyada esa sal boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni Koreyada Xitoy va koreys raqamlardan foydalanilganligi uchun biz soatni koreys sonlarida minutni esa Xitoy sonlarida aytishimiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda soatni aytishni o'rganaylik. Soat shi deb aytiladi. Misol uchun soat 4 demoqchi bo'lsak, shi, ne, shi holatida aytiladi. Misol uchun biz birinchi aytamiz, soat 4 deymiz. Birinchi soat, keyin orqasidan o'sha soatni raqami keladi. Koreys tilida esa sal boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni birinchi raqam keladi, uni orqasidan keyin soat keladi. Misol uchun ko'rib turganingizdek tu shi bo'ladi va u koreys raqamlarida aytiladi. Ko'rib turganingizdek tu shi, tu shi bu soat 2. Soat 2 ligini bildiradi. 2:00 ligini bildiradi. Han shi bo'lsa, bir han shi bo'lsa, soat 1 ligini bildiradi. Xuddi shunaqa holatda aytiladi. Se shi bo'lsa, soat 3 ligini bildiradi. Demak, 3 ni ko'rsak biz myoshieyo deb so'raladigan bo'lsa, se shi yeyo holatida javob berishimiz kerak bo'ladi ekan. Agar 4 bo'ladigan bo'lsa, deyishimiz mumkin ne shi, ne shi, ne shi. 5 bo'lsa, aytishimiz mumkin tasot shi, tasot shi yeyo. Soat 5 bo'ldi. 5dir holatida aytishimiz mumkin bo'ladi. Endi soatni aytdik. Soatni demak biz koreys raqamlaridan foydalangan holatda aytishimiz kerak bo'ladi ekan. Endi minut va sekundni biz Xitoy raqamlaridan foydalangan holatda aytishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni soat shi soat bo'lsa, bun minut. Minut. Cho esa sekund bo'ladi. Cho esa sekund bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bun va minut va sekund Xitoy sonlari yordamida aytilishligi mumkin bo'ladi. Misol uchun, birinchi soat aytib, orqasidan minutda aytiladi. Xo'p, endi minut aytishni o'rganib olaylik. Birinchi 20 bun deb turibdi. Demak, 20 Xitoy sonida i ship bo'ladi. I ship bun. 20 minut. Ship bun. Ship bun bo'lsa, ship bun bo'ladi. 30 minut demoqchi bo'lsak, biz o'zbek tilida ham yarim degan narsa bor. Koreys tilida ham xuddi shu narsa bor. Samship bun ham deyishimiz mumkin yoki teng-tengshi pan yoki nechidir yarim deb aytishimiz mumkin bo'ladi ekan. Pastda ko'rib chiqadigan bo'lsak, yana ham tushunarliroq qilib berilgan. Misol uchun, soatni qo'shilishi berilyapti. Soatni qo'shilishi. Demak, shi bu soat degani ekan. Shi bu soat bo'ladi ekan. Soat bo'ladi va biz soatni koreys sonlaridan foydalangan holatda aytamiz. Han shi, tu shi, se shi, ne shi holatida. 1, 2, tushi, seshi 3, neshi 4 bo'ladi. Endi minutni aytmoqchi bo'lganimizda esa bundan foydalanamiz. Bu minut bo'ladi. Shi soatga to'g'ri kelsa, bun minutiga to'g'ri keladi. Han shi il bun. 1dan
1 minut o'tdi. 1시 1분이에요 holatida 이에요 holatida ishlatishimiz mumkin. 2시 15분. 2dan 15 15 minut o'tdi. Yoki pastda ko'rinib turgandek 3,5 berilgan. 3시 30분 deyishimiz mumkin. 30 minut o'tdi yoki 3시 반 holatida 3,5 bo'ldi holatida ishlatishimiz mumkin bo'ladi ekan. Xo'p, ko'rib chiqamiz pastda misollarni. 지금 몇 시예요? 몇 degani necha holatida tarjima qilinadi. Necha yoki nechi holatida. Necha soat bo'ldi? 몇 시예요? Necha soatdir? Necha soat bo'ldi holatida tarjima qilinadi. 2시, 2시, 2 soat, 2 soat 2dan 15분 minut. Buni minut bo'ladi. 15분이에요. 2시 15분이에요. 2dan 15 minut o'tdi. 2 15 minutdir holatida javob beriladi ekan. Keyingi misolni ko'ramiz. 몇 시에 일어났어요? 몇 시에 일어났어요? 니찌다. soat 니찌다 일어나요? uyg'onasiz. 7시에 일어나요. 7 soat 7다 uyg'onaman. 3시 30분에 친구를 만나요. 3dan 30 minut o'tganda do'stim bilan uchrashaman. 스티븐 씨는 11시쯤에 자요. 스티븐 씨 soat 1larda uxlaydi. Chim bu chamasi holatida chamasi atrofida deb tarjima qilinadi. Atrofida, ya'ni 11시쯤에 자요. Ya'ni 11시 10 bilan 11 shu orasida uxlashligini hisobga olgan holatda aytiladi. U 11시쯤에 deyapti-yu, 11 soat 11larda chamasi 11lar atrofida uxlayman deyapti-yu. Xuddi bo'lishi mumkin. 11da uxlashi mumkin yoki 12da uxlashi mumkin. 11 va 12 ni orasi bo'ladi. 11시 chim, ya'ni 11시 11larni atrofida. Atrofi u yog'iga yoki yuqoriga yoki pastga ketishi mumkin bo'ladi. Hop, ko'rib chiqamiz. Koreyada ham xuddi bizdek 5 ta 5 mahal bo'ladigan bo'lsa, koreys tilida ham xuddi shu 5 mahalli bo'lib chiqilgan. Ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda katta bo'limlarga bo'lingan. Kunni 2,5ga bo'lingan. Birinchisi o'chon bo'ladi. O'chon. Ya'ni kechqurungi tungi 12dan ertalabki tushlikdagi 12gacha bo'lgan vaqt o'chon deb aytiladi. O'chon deb aytiladi. Endi tushlikdagi 12dan tungi yarim kechadagi 12gacha 00gacha bo'lgan vaqt esa uxu deb aytiladi. Kun mana shu o'chon va uxuga bo'linadi. Tushki 12dan boshlab tungi 12gacha uxu deb aytilsa, tungi 12dan ertalabki, ya'ni tushlikdagi 12gacha bo'lgan vaqt o'chon deb aytiladi. Ya'ni kun teng 2ga bo'linadi. Shunda yana bo'linadi kun, ko'rib turganingizdek rasmda belgilab berilgan. Ya'ni Sebyoqqa bo'linadi. Ya'ni tunni birinchi yarmi 2dan ertalabki 7gacha bo'lgan mahal sebyoq, ya'ni tong sahar deb aytiladi. Bomdod vaqtiga to'g'ri kelib qoladi. Achchim esa ertalab bo'ladi. Ertalabki 7dan 12gacha bo'lgan vaqt achchim deb aytiladi ekan. Misol uchun siz aytishingiz mumkin, 6da ertalab 6da uyg'onarsangiz aytasiz, 새벽 6시에 일어나요 deb aytishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz man 8dan keyin uyg'onadigan bo'lsangiz, 저는 아침 8시 아침 9시에 일어나요. 아침 11시에 일어나요 deb aytishingiz mumkin bo'ladi ekan. Endi chomshim vaqti, tushlik vaqti 12dan boshlanadi ekan. Asosan 12dan shu yarmigacha bo'ladi. 4gacha bo'lgan vaqtda chomshim deb aytiladi.
Chonyok esa kechki payt bo'ladi. Ya'ni kechqurungi 6dan o'sha 8, 9lar, 7, 8lar orasida bo'lgan mahal esa chonyok, kechki mahal, kechki payt bo'ladi. Endi shu 8dan kechqurungi mana shu 12lagacha bo'lgan vaqt esa pam, tun deb aytiladi, yarim tun deb aytiladi. Demak, Koreyada ham kun kun teng ikkiga bo'linadi ekan. Tushlikkacha bo'lgan, ya'ni 12gacha tungi 12dan ertalabki 12gacha bo'lgan vaqt o'chon. Va uni ana shu obetdagi 12dan kechqurungi 12gacha bo'lgan vaqt o'g'i tushdan keyin deb mana shu ikkiga bo'linib va umumiy kun esa sebyok, tong sahar 7gacha bo'lgan vaqt, achchim 7dan shu 11, 12gacha bo'lgan vaqt achchim, 12dan 3, 4gacha bo'lgan vaqt cho'mshim va 6dan 7, 8gacha bo'lgan vaqt esa pam deb aytiladi ekan. Har bittasini o'rganib oladigan bo'lsangiz, siz qachon uyg'onding yoki qachon tushlik qilding degan savollarga bemalol javob berishingiz mumkin. Kunni bo'limlarga bo'lib bemalol o'z fikringizni bildirishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik aytadi, chonyok ham kechki payt kechqurun bo'ladi, pam ham kechqurun bo'ladimi deb. Chonyok kechki mahal bo'ladi, ya'ni a, chonyok bo'ladi tungi mana shu 6dan 7, 8gacha bo'lgan vaqt, ya'ni shom paytlariga to'g'ri keladi. Tun esa yarim tun bo'ladi, qorong'u tushgan. O'sha ovqatlanadigan payt emas, yarim tun hisobiga kiradi. Xo'p, soatda vaqtlarni yaxshilab tushunib oldik. Endi bizda keyingi grammatika buto kachi grammatikasi hisoblanadi. Buto kachi grammatikasi qanaqa holatda ishlatiladi, ko'rib chiqamiz. Buto kachi grammatikasi asosan buto vaqtga nisbatan boshlanish nuqtasini bildiradi. Vaqtdan deb, mana shu vaqtdan deb hisoblanib, kachi esa biz bilamiz, qanaqa so'zga qo'shilsa ham gacha, tugash holatini bildiradi. Buto mana shu vaqtni boshlanish nuqtasini bildirib keladi. Buto, ya'ni bu yerda bo'lishi mumkin, soat bo'lishi mumkin, kun bo'lishi mumkin, vaqtga doir har qanday ot kelishligi mumkin bo'ladi. Pastda ko'rib chiqamiz qo'shilishligini. Misol uchun bo'ladi. Pachchim bo'lganda ham, bo'lmaganda ham yana o'zgarmaydi. Ahopshi buto 9dan boshlab hanshikachi birgacha. Volyoildan boshlab, dushanbadan boshlab kumyoilkachi shanbagacha holatida ishlatiladi ekan. Xo'p, misollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, yana ham tushunishinglar osonroq bo'ladi. 몇 시까지 한국어를 배워요? 몇 시까지 한국어를 배워요? soat nechigacha koreys tilini o'rganasan? 9시부터 demak vaqtga doir so'z kelyapti. Xuddi shuning uchun buto qo'shilyapti. 9시부터 9dan soat 9dan 1시까지 soat 1gacha 배워요. o'rganaman. 2시부터 soat 2dan 4시까지 돌개차 영화를 봐요. кино는 ko'raman. 몇 시까지 일해요? nechigacha ishlaysan? 오후 6시까지 일해요. tushdan keyin 6gacha ishlayman. 월요일부터 노샴바단 금요일까지 학교에 가요. 노샴바단 주말계자 maktabga boraman. 오늘부터 태권도를 배워요. Bugun 난 태권도는 o'rganaman. 8월 12일부터 30일까지 방학이에요. 8 oydan 12 kungacha 12 8oy 12kundan 31gacha 방학이에요. ta'tildir holatida ishlatiladi. Boshlanish va tugash nuqtasini bildirib keladi ekan. Biror masofa yoki o'lchamni o'lchashda ham ishlatiladi ekan, ko'rib chiqamiz. Misol uchun ilgua buto, ya'ni sanoqda qanaqa sanoq bo'ladimi, shunaqa sonlarga
aloqador bo'lsa, buto qo'shiladi ekan. Ilgva buto palgva 같이 공부했어요. Birinchi mavzudan 8-mavzugacha 공부했어요. o'rgandim. 25쪽부터 30쪽까지 읽으세요. 25 betdan 30 betgacha 읽으세요. o'qing holatida kelyapti. Xo'p, biz ko'rib chiqdik. Buto kachi dan gacha deb ishlatiladi ekan. Endi keyingi grammatikamiz aso oso grammatikasi. Bu grammatikani albatta bilishligimiz kerak bo'ladi. Bu grammatika ikki xil holatda ishlatiladigan grammatika hisoblanadi o'zi aslida. Qanaqa ikki xil holatda ishlatiladi? Birinchi holati ligi uchun deb tarjima qilinadi. Asoso ikki xil holatda ishlatiladi. Shunday bo'lganligi ip deb yoki ligi sababli. Ligi sababli. Bo'lganligi sababli deb sabab grammatikasi ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Ip, ya'ni ip bog'lovchi grammatikasi ham bo'lishligi mumkin bo'ladi. Keyingi darsimizda osoni, lekin sabab grammatikasini ham ko'rib chiqamiz. Bugun sizlar bilan ko'rishimiz kerak bo'lgani ip holati, ya'ni ikkita otni bir-biriga bog'lab kelish holatini, ikkita fe'lni bir-biriga bog'lab kelish, sodda gapni bir-biriga bog'lab kelish holatini ko'rib chiqamiz. Qaysi holatda bu sodda gapni bir-biriga bog'lab beradi? Ikkinchi harakat, ikkinchi bo'ladigan harakat birinchi harakatni davom ettirganda oso ip deb tarjima qilinadi. Misol uchun qanaqa holatda bo'lishi mumkin? Siz birinchi ish harakatini bajardingiz va keyingi bajaradigan ish harakatingiz birinchi ish harakatiga bog'liq bo'lganda. Misol uchun siz aytishingiz mumkin, uyga borib ovqat yeyman. Siz birinchi uyga borasiz, shu harakatni bajarasiz va birinchi harakatdan keyin ikkinchi harakatingiz uyga borishingizga bog'liq bo'lyapti. Uyga borib ovqat yeyman. 집에 가서 밥을 먹어요. holatida ovqatni yeyman. Birinchi harakat ikkinchi holatiga xuddi shunaqa holatda bog'langan holatda, navbat bilan ish harakatini bajarilgan holatda ishlatilishligi mumkin bo'ladi. Qo'shilishligini ko'rib chiqaylik-da birinchi. Qo'shilishligi bo'g'inda a va o bo'lgan holatda so bo'lib qo'shiladi. Misol uchun mannada da tushadi, bo'g'inda a va patchinda hech qanaqa harf yo'q. Xuddi shuning uchun mannaso uchrashib nimadir qildim bo'lishi mumkin oxirida. Keyingisi bo'g'inda o u i, ya'ni a va o'dan boshqa unlilar bo'lgan holatda esa oso bo'lib qo'shilishligi mumkin bo'ladi. Ko'rib chiqamiz. Mandilda bo'lsa da tushadi va mandiroso tayyorlab orqasidan boshqa ish harakatini bajarganligini bildiradi. Endi ko'rib chiqamiz. Misollar orqali ko'radigan bo'lsak, tushunishimiz yanada osonroq bo'ladi. Xo'p. 어제 친구를 만나서 같이 영화를 봤어요. 어제 친구를 만났어요. 그 다음으로 영화를 봤어요. 어제 친구를 만나서 같이 영화를 봤어요. kecha do'stim bilan uchratib, do'stim bilan uchrashib, birga kinoni ko'rdik. U shaxs birinchi do'sti bilan uchrashdi va u bilan birga kinoni ko'rdi. Birinchi ish harakati ikkinchi ish harakatini davom ettiryapti. 주말에 백화점에 가서 옷을 샀어요. hafta oxirida 백화점에 가서 univermarktga borib kiyim sotib oldi. Birinchi u bordi, ana undan keyin kiyimni sotib oldi. Ish harakati ikkinchi ish harakati davom ettiryapti birinchi ish harakatini. Xo'p, 저는 7시에 일어나서 커피를 마셔요. Man 7시에 soat 7da 일어나서 uyg'onib kofi를 마셔요. Kofeni ichaman. U birinchi soat 7da uyg'onadi va undan keyin kofi를 마셔요. Kofeni ichadi. Demak, birinchi ish harakati ikkinchi ish harakatini davom ettiryapti. ikkinchi ish harakati birinchi ish harakatini davom ettiryapti. 어제 식당에서 저녁 먹었어요? kecha oshxonada 저녁 먹었어요? kechki ovqat yedingizmi? 아니요. 제가 요리해서 먹었어요. man 요리해서 ovqat qilib 먹었어요. yedim holatida kelyapti. Ovqat qildi va keyin yedi. Birinchi u ovqat qildi va ikkinchi harakat birinchi qilgan harakatni davom ettiryapti. 케이크를 만들어서
동생하고 먹었어요. tortni tayyorlab 동생하고 먹었어요. ukam bilan yedim. U birinchi tortni tayyorladi, manda rosa 동생하고 먹었어요. Keyin u ukasi bilan yedi. Ya'ni ikkinchi harakat birinchi ish harakatini davom ettiryapti. 서울역에서 내려서 버스를 타요. 세울 stansiyasida 내려서 tushib qolib bosiril tayo avtobusga o'tiring. Birinchi Seul stansiyasida tushib qolingda, ana undan keyin bosga o'tiring, avtobusga o'tiring. Xuddi shu tartibda kelyapti. Demak, qanday qo'shilishligini ko'rib oldik. Hop, o'chirib olamizda ko'rib chiqamiz. Yana qanaqa holatlarda o'xshash grammatikalar bilan birga farqini ham ko'rib chiqamiz bilan sizlar bilan, yorubun. Hop. Orqada va oldinda keladigan asos bir xil bo'lishligi kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqa holatda? Birgalikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanaqa holatda bir xil bo'lishi kerak bo'ladi? Misol uchun, Stiven 씨는 유진 씨를 만났어요. 스티븐 씨는 유진 씨를 만났어요. 유진 씨는 스티븐 씨하고 영화 봤어요. 유진 씨, demak, Stiven 씨 유진 씨 bilan uchrashdi. Yu진 씨 Stiven 씨 bilan birga kinoni ko'rdi. Bunaqa holatda biz aso bilan bog'lashimiz mumkin emas. Chunki bu yerda ko'rib turganingizdek asos umuman boshqa bo'lib turibdi. Asos bir xil. Ya'ni bitta ish harakatini ikkinchi ish harakati davom ettirish kerak bo'ladi. Ya'ni bir kishi qilgan ish harakatini ikkinchi shaxs davom ettirgan holatda aso qo'shilishligi mumkin emas. Bitta shaxs boshlagan ish harakatini ikkinchi shaxs emas, aynan o'sha shaxsni o'zi davom ettirgan holatda biz asosini qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni Steven She'nin Yujin She'를 만나서 스티븐 씨는 유진 씨는 스티븐 씨하고 영화 봤어요 deyishimiz umuman mumkin emas. Ya'ni asos umuman boshqa bo'lib ketadi. Ya'ni bo'lish kerak bu yerda Steven 씨는 bu yerda bo'lish kerak bo'ladi. Steven 씨는 스티븐 씨는 유진 씨를 만났어요. 스티븐 씨는 유진 씨하고 같이 영화를 봤어요. 스티븐 씨 birinchi harakatni qilgan shaxs Steven shi bo'lganligi uchun ikkinchi harakatni qilgan shaxs ham Steven shi bo'lishi kerak bo'ladi. Xuddi shu holatda biz asosini qo'shib berishimiz mumkin. Ya'ni Steven shi는 유진 씨를 만나서 같이 영화를 봤어요. 스티븐 씨 birinchi 유진 씨를 uchratib birga kinoni ko'rdi. Demak, Steven shi bajarilayotgan harakat ketma-ketligi bo'ladi. Ikkita shaxs, ya'ni ikkita sodda gapdagi egalari boshqa bo'lsa, qo'shishimiz ulab orqali ulab qo'yishimiz mumkin bo'lmaydi. Endi osoni o'tgan zamon shaklida, misol uchun, o'tgan zamonda bo'lib o'tgan ishga nisbatan biz osodan foydalanamiz. Assoso yoki ossoso holatida foydalanishimiz mumkin bo'lmaydi. Gapni oxirida kelgan grammatikani zamoniga qarab, shu nima haqida gap ketayotganligini bilishimiz mumkin bo'ladi. Misol uchun, 어제 친구를 만났어요. 어제 친구를 만났어요. 영화를 봤어요. Kecha do'stim bilan uchrashdim, kinoni ko'rdim. Biz bu yerda aytishimiz kerak, kecha do'stim bilan uchrashib, kinoni ko'rdim holatda bog'lab berishimiz kerak bo'ladi. Buni holat uchun biz 어제 친구를 만났어서 uchratib holatida nima desa bo'ladi? O'tgan zamonga qo'shimchasini qo'shishimiz mumkin emas. Bu xato bo'ladi. Mannasso bo'lsa bu xato bo'ladi. 어제 친구를 만나서 bo'lsa bu to'g'ri bo'ladi. 어제 친구를 만나서 영화를 봤어요. Kecha do'stimni uchratib kinoni ko'rdim. O'tgan zamon grammatikalari osoga umuman qo'shilmaydi.
Xuddi shuning uchun bilib olishingiz kerak. Demak, gapni zamonini gapni oxiridan bilib olamiz. Oso orqali bilib olishimiz mumkin bo'lmaydi. Endi oso bilan go grammatikasi deyarli bir xil holatda ishlatiladi. Ya'ni oso go grammatikasini ham bilamiz, u ham harakatni bildirar edi. Misol uchun, birinchi ishni qilib, ana undan keyin boshqa ishni navbatini bildirar edi. Bu yerda esa oso esa gapni navbatini emas, bu bog'liqligini bildiradi. Ya'ni birinchi gap ikkinchi gapga bog'liq bo'lganda, birinchi harakatni ikkinchi harakat davom ettirganda oso qo'shiladi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, kekirilsa saso tortni sotib olib 친구에게 줬어요. birinchi u tortni sotib oldida 그 다음으로 친구에게 줬어요. Undan keyin do'stiga berdi. Birinchi ish harakat ikkinchi ish harakatga bog'liq bo'lishi kerak bo'ladi. Go grammatikasida esa unday emas, bog'liq bo'lishi shart emas. Navbatda bir boshqa bo'lishi kerak. Ya'ni keykiril sagu 친구를 만났어요. Tortni sotib olib do'stim bilan uchrashdim. U tortni sotib oldida u umuman boshqa tema. Bu tortni sotib olishi do'sti bilan uchrashgani umuman boshqa tema. Temasi o'zgarib ketadi. Osoda esa harakat bog'liqligi bor. Birinchi qilingan harakat, ikkinchi qilingan harakat, birinchi qilingan harakatni davom ettirish kerak. Go'da esa navbatini bildiradi, harakatni navbatini. Ya'ni birinchi bu ish qilinib, ana u ish qilingandan keyin boshqa ish qilinganligidan go orqali, ya'ni keykirilsa, chingurulmannasi. Ikkita qilingan harakatning bir-biriga bog'liqligi bo'lmaydi. Xuddi shunaqa holatda biz asosini ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Farqlab olishimiz kerak bo'ladi. Endi ilkoeyo grammatikasini ko'rib chiqaylik. Ilkoeyo grammatikasi ham albatta bilishimiz kerak bo'lgan grammatikalardan bittasi hisoblanadi. Endi bu grammatikamiz kelasi zamon ilkoeyo grammatikasi. Aman yoki moqchiman holatida tarjima qilinib, yaqin kelasi zamon grammatikasi hisoblanadi va bajarilishi aniq bo'lmagan kelasi zamon grammatikasi hisoblanadi. Ya'ni biror bir ishni qilaman deb shunchaki aytib qo'yasiz. Qilmoqchiman deb aytib qo'yasiz. O'sha ishni aniq qilishga bel bog'lamadingiz, va'da bermadingiz, 100% bajarasiz emas. Xuddi shunaqa holatda ishlatiladi. Ilkoeyo patchimo bo'lgan holatda, demak qo'shilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, patchimo bo'lmagan holatda rilkoeyo. Misol uchun mannada bo'lsa da tushadi va paskellar qo'shiladi. Mannalkoeyo uchrashaman. Mannal 겁니다. uchrashmoqchiman. Demak, ilkoeyo bo'lsa norasmiy ilkoeyo uchrashaman bo'ladi. Mannal 겁니다 bo'lsa bu rasmiy holati bo'ladi. Rasmiy holati bo'ladi. Nima endi patchim bo'lgan holatda qanday bo'ladi? Patchim bo'lgan holatda ilkoeyo bo'lib qo'shiladi. Ilkta bo'lsa o'qimoq. Ilgilkoeyo o'qimoqchiman yoki o'qiyman. Ilgilkomnida o'qimoqchiman, o'qiyman. Misollarda ko'ramiz. '오늘 저녁에 친구를 만날 거예요. do'stim bilan uchrashaman. norasmiy 만날 겁니다 desangiz ham bo'ladi. Uchrashaman. Bu rasmiy bo'ladi. rasmiy holatda 만날 겁니다 deb aytasiz. 저는 이번 방학에 부산 여행을 할 거예요. Men bu ta'tilda Busanga sayohatga bormoqchiman. 100% rejalashtirmadingiz, ko'nglingizga tugib qo'yganingiz. 할 겁니다 desangiz bu rasmiy holati bo'ladi. 토요일에 뭐 할 거예요? shanba oxirida nima qilmoqchisan yoki 뭐 할 겁니까? Bu rasmiy holatda. 집에서 책을 읽을 겁니다. Uyda kitob o'qimoqchiman. 책을 읽을 거예요. 읽을 겁니다. holatida ishlatishimiz mumkin bo'ladi. 저녁에 뭐 먹을 거예요? kechga nima yemoqchisan? 비빔밥을 먹을 거예요. 여기 비빔밥을 먹을 겁니다. 비빔밥 yemoqchiman yoki yeyman. 오늘부터 매일 한국 뉴스를 들을 거예요. Bugundan boshlab har kuni koreys nyusini, yangiliklarini 들을 거예요. Eshitaman yoki eshitmoqchiman yoki 들을 겁니다 deb aytib ketsak ham bo'ladi. Demak, bu grammatikani tushundik. Yaqin kelasi zamon grammatikasi hisoblanadi.
Yaqin kelasi zamon, lekin aniq biror bir ishni aniq 100% bajaraman holatida biz bu grammatikani ishlatishimiz kerak bo'lmaydi. Biror narsa qilmoqchisiz, taxmin holatda siz ilkoya bajarmoqchiman, qilaman holatida ilkoya yaqin kelasi zamonni aytishingiz mumkin bo'ladi. Lekin aniq jiddiy jahd qilib kelasi zamonda nima qilmoqchiman, aniq qilaman deganda esa boshqa grammatikalarni ishlatishingiz mumkin. Ilkoyi sodda kelasi zamon grammatikasi deb tushunib olsangiz bo'ladi. Demak, bugun 10-mavzu grammatikalarni hammasini ko'rib chiqdik sizlar bilan. Keyingi darsda ko'rishguncha annyon.